Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli klientlarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Marhamat tumaniga kelganmiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan akamizning xonadonlaridamiz. Bu yerga o'zi asli 2 kun oldin kelgandik. Ayrim sabablarga ko'ra video chiqarmagandik. Sababi bitta eshigimiz ochilishi o'zgartiradigan bo'lib qoldik. Klientimiz tashqariga qilib beravering dedi. Shu sababli to'xtatilgandi. Buni ustidagi etiketkalarda to biz qaytib kelgunimizcha o'zi shilib, artib, tozalab, chiroyli qilib tayyor qilib qo'yishib tagalarimiz. Baraka topishsin. Xo'p, bir qator tanishtirib, profillari, shakli, narxlarigacha aytib ketaman inshaalloh. Xo'sh, 120 ga 160. Aquaplast 6000 Quattro 4 kameralik. Ikkita ko'zlik, bir tona ochiladi, ochilish двойной mexanizmda. 2 qataynik oq yo'divi holatda, vodostok, sliv, krishka hamma yo'g'i full holatda bo'lgan. Patagoniyalargacha qo'yib berganmiz, ko'rib turibsizlar. Aylantirib penalargacha sepib berganmiz. Bu uyimizning tashqi tomoni. Tashqi tomonni dupmakka qo'yib berdik. 6000 seriyada. Mana endi uyimizning ichki tomoniga o'tamiz. Darvozaxonadan kirganimizda to'g'rida shunaqa 3 ta G eshik va bitta обычный romimiz bor. Xo'sh, bu G eshigimiz asli ulangan. Xo'sh, romi Aquaplast 7000 Eco seriyada Antrazit G306 aynalari 2 qavat oqqa qora holatda, o'rtadan bittasi ochiladi, двойной mexanizmda. Eshigimiz alyumin Aldox 1, Aqua alyuminium Aldox 1. Xo'sh, ochilishlari balkon qanotda bo'lgan. Bu eshigimizga yana nimalar qilib berganmiz? Bu eshigimizni polni shumka qilib berganmiz. Ichlarini to'liq qilib, penalarni solib, pena quyib to'ldirib berganmiz. Ruchka zamoylarimiz oddiy sher eksklyuzivda. Qulflanishlarini ko'rsam mumkin. Xo'sh, bu holatdagi hammasi bir xilda. Romuna razmeri 150 ga, balandligi 130. Xo'p, eshigining razmeri 90 ga, balandligi 220. Imini shu holatda bo'lgan. Ochilib yopilishlari udar holatda bo'lyapti. Profilimiz qaytarib o'taman. 7000 Eco seriyada, 7000 Eco 6000 Quattro ga qaraganda kamerasi ko'proq bo'ladi, ko'rinishi bagadiyroq bo'ladi. Ma'lumot uchun 5 kamerali profilda bo'ladi. Eshigimizga arkafon qo'yib berganmiz, o'zining rangida, quyoshda kuymaydigan qilib. Xo'sh, har bitta romimizning tagiga 35 lik patagonlik qo'yardik odatda, lekin klientimizning talabiga binoan 40 lik qo'yib berdik, chunki standartdan tashqariroqda o'ynadi romimiz. Ruchkalarigacha hatto qora akrilda. Ko'rib turibsizlar, uyning ichini ancha salqin ushlab beradi, qora grey aynalarimiz, lekin tashqaridan boshqacha atmosfera beradi. Va oxirgi romimiz 120 ga, balandligi 130. Ikkita ko'zlik, bir tomon ochiladi. Hamma ochilishida sulujniy mexanizmi bor. Xo'sh, asosiy ishimiz cho'zilganining sababi. Hozir bolalar ligirovka qilyapti. Bu eshigimiz 9210 ida ichkariga chap tomonga ochilish kerak edi. Keyin klientimiz bilan kelishgan holatda tashqariga qilib berdik, tashqariga chap tomonga ochiladigan qilib berdik. Shuni hisobiga vaqtida ligirovka qilinmadi. Ruchka zamoylari oddiy sher, eksklyuziv variant tegisida. Xudo xolasa bugungi ishimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, o'sha summasi 23.500.000 so'mga tushgan. Endi addiy narxlarni aytib beradigan bo'lsam, 9220 imini mashq holatda, polni shumkalik, двойной aynak, balkon qanot, eksklyuziv zamoy, arkafon full holatda kelib o'rnash. 2.800.000, 2.900.000 so'm akalar. 7000 Eco seriyamiz 1.5 ga 130. 2.800.000 so'mdan chiqadi. Qora grey aynagi bilan. 120 ga 130 imiz 1.900.000 so'mdan chiqadi. Tashqaridagi 120 ga 160 dupmakka 6000 Quattro'yimiz bo'lsa 2.400.000 so'mdan chiqadi. Xudo xolasa shuning bilan bugungi montajimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Qubbaqfadan zavlashmang, Qubbaqfa bilan qoling. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.